Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatiga poytaxtning Shayxontohur tumani Obnazir mahallasida joylashgan 28 hamda 29 ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolardan murojaat kelib tushadi. Murojaatda keltirilishicha, uylarga xizmat ko'rsatayotgan boshqaruv servis kompaniyasi vakillari fuqarolarga hisobot bermas ekan. Yozma murojaatda shuningdek xizmat ko'rsatish sifati pastligi, uylar ta'mirtalab ahvolda ekanligi bildirilgan. Hududdan xalq deputatlari Toshkent shahar hamda Shayxontohur tumani kengashlariga saylangan deputatlar holatni o'rganish uchun fuqarolar bilan uchrashishdi. Ijodiy guruhimiz ham mahalladagi borib, holatni o'rganishga harakat qildi. Obnazir mahalla fuqarolar yig'ini binosida deputatlar hamda aholi o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda fuqarolar boshqaruv servis kompaniyasi faoliyatidan norozi ekanliklarini bildirishdi. Ko'p qavatli uylarning tomi yaxshi ta'mirlanmaganligi bois yog'ingarchilik paytida tomdan suv oqishini aytdilar. Ularning ta'kidlashicha, kompaniya vakillariga bir necha bor og'zaki murojaat qilsalar ham ular aholi bilan uchrashuvga kelmas ekan. O'rtacha hisobda 100 million pulchi yig'iladi. 100 milliondan nari berisi, ikkita domdan 100 million. Lekin men bitta narsaga hayronman. 100 million pulni yig'ib bo'lib, bir 20 millionlik bo'lsa ham bizga rasxod qilamikan mana shu domga, ikkita domga. Hisobot berganmi? Yo'q, hayotda bermagan. Bizani anaqani tanimayman, ani shirkatning boshlig'ini umuman ko'rmaganman ham, bilmayman ham. Bolalar o'yingohining ahvolini qarang. 2 kilometr mamta Toshkent City, to'g'rimi? Bu bolalarga sharoit qilib berish kerak-ku. Qayerda o'yinda bu? Shu mana shu bolalar o'yingohimi shu? Bu qachon qurilgan? Bu 5 yilcha bo'lgan qurilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati Husniddin Ergashev kompaniya vakillari bilan telefon orqali bog'lanib, ularni gaplashib olish uchun hududga taklif qildi. Ammo ular kechroq ogohlantirilganligi bois boshqa ishlarni rejalashtirganligini aytishdi. Ertasi kuni ko'rishib olishlarini bildirdilar. Ijodiy guruhimiz bilan ko'p qavatli uylar joylashgan joyga borib holatni yaqindan o'rganmoqchi bo'ldik. Kech tushib qolganligi bois uylarning ta'miri bilan bog'liq holatni to'liq o'rgana olmadik. Endi hozir muammo shuki, hop millionlab qarzlar kelyapti. Hop bu millionlab qarzlar qayerdan kelib chiqyapti? Buni biz bilishimiz kerak-ku. Qo'limizda hech qanaqa shartnoma yo'q. Bitta menda emas, bitta juda ko'p odamda. Nimani hisobidan kelib chiqqan ekan, tushuntirdimmi? Endi menga kelgan xat bo'yicha BSKM bilan shartnoma qilgansiz, kredit olingan, yoki bu meni kreditor qilishyapti. Kreditni 15% ustamasi bilan men to'layman deb majburiyat olgan ekanman. Lekin men unaqa bir majburiyat nimani ko'rmaganman. Vaziyatga xolis baho berish maqsadida xalq deputatlari Shayxontohur kengashi deputati Abdulvoris Umarov bilan kelishib, boshqa kuni boshqaruv servis kompaniyasiga bordik. Kompaniya vakillaridan izoh olmoqchi bo'ldik. Ular izoh berishdan bosh tortmadilar. Biz bilan birga ko'p qavatli uylar joylashgan joyga keldilar. Hududga kelganimizda uylarning yo'laklarida ta'mirlash ishlari olib borilayotganiga guvoh bo'ldik. Shu uyda yashovchi boshqa fuqarolardan izoh olishga harakat qildik. Qo'shnilaringizni aytishi bo'yicha uy tom qismi chakka o'tadi, kamchiligida bor deydi. Vaqtida o'tgan tuzatishdi. Yaqin oradami? Ha, yaqin orada. Keyin bular yo'laklar mana pod'ezd ta'mirlab berilmagan deb aytishdi. To'g'ri bu gap. Oldin o'zimiz ta'mirlaganmiz. Lekin arizasini yozib, cheklarini berganimizdan keyin uni bizani anaqani hisobidan o'chirib tashlashgan. Shirkat hisobidan pul to'lash nimasida. Hozir kim ta'mirlab beryapti? Hozir shirkat ta'mirlayapti. Keyin qo'shnilaringiz aytishi bo'yicha istiqomat qiluvchilarga hisobot bermaydi. Chaqirsanglar keladilarmi yo'qmi? Chaqirsam 15 minutda keladi. Mana 3 kundan beri suv oqayotdi. 32 ta xonadondan bittasi tushib, birinchi etajda nima bo'lyapti? Nima hol? Nima ahvol? Uni farqi yo'q ularga. Ularga farqi yo'q. Faqat gapirsa bo'ldi. Guvohi bo'lganingizdek, dastlab murojaat qilgan fuqarolar bilan bu kishining fikrlari bir-biriga zid. Holatni yaxshiroq o'rganish maqsadida uyning ta'mirlanib bo'lgan qismlarini ham tasvirga oldik. Har holda ijodiy guruhimiz va deputatlar bu yerda ta'mirlash bilan bog'liq jiddiy muammoga ko'zimiz tushmadi. Nima bo'lganda ham dastlab shikoyat qilgan fuqarolar va ularga qarshi fikrda bo'lgan aholi vakillari hamda kompaniya xodimlari o'rtasidagi bahs uzoq davom etdi. Boshqaruv servis kompaniyasi vakilining aytishicha, uylarda yashayotgan ba'zi fuqarolarning qarzdorligi katta ekan. Bitta domni qarzdorligi 52 millionni tashkil qilyapti. Qaysi uy? 28-dom, Gulobod 28-domniki 52 million qarzdorligi mavjud hozirgi kunda. 29-domni qarzdorligi 48 million hozirgi kunda. Tomlarimizdan chakka o'tmaydi. Tomlarimiz 2019-yilda Profnasil bilan yopilgan. Bitta men bu
15-kvartiramni tomidan tunuka ozgina ochilib qolgan joyi bor edi, uni usta chaqirib to'g'irlatib berdim men uni. Boshqa chakka o'tadigan tom yo'q. Keyin bular yo'laklar podyezdlarni ta'mirlamaydi deb aytishdi. U nima masala u? Yo'laklar bo'yicha qishda ariza berishgan. Endi sovuq kunda biz remont qila olmas edik. Mana issiq kunga chiqib, mana podyezd remontlarini boshladik. Vaziyatga xolis baho berish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan birgalikda holatni o'rgangan xalq deputatlari Shayxontohur tuman kengashi deputatidan ham izoh oldik. Shu masala bo'yicha kelib aholi bilan va BSK xodimlari bilan uchrashuv o'tkazdik. Yuzma-yuz joyiga chiqib, bu masaladan bittasi tom qismida chakka o'tadi degan aholidan ariza tushgan edi. BSK xodimlari bilan kelib ko'rsatishdi. Bu masala yopilgan ekan. Chakka o'tmayotgan ekan, joyida bartaraf qilishgan ekan. Ikkinchi masala yo'lak ta'mir bo'lgan ekan, podyezd yo'lak ta'mir bo'lib qolgan ekan, ancha yildan beri ta'mirlanmagan ekan. Shu munosabat bilan hozir joyiga kelib o'rganganimizda ustalar ta'mir ishlarini boshlab o'rishgan ekan, bugun erta yakunlashar ekan. Uchinchi masala bu o'z hisobidan qilingan xarajatlar, ya'ni aholi shu podyezdda o'zi yashab turgan podyezdda o'zi xarajat qilib remont qilgan xarajatlarini qoplab berish, ya'ni kvarplata pulidan ayirib berishni so'rashgan ekan. Bu masala hozir BSK boshqaruv kompaniyalari yangi billing sistemaga o'tganligini hisobiga bu masala ochiq turibdi hali ham. Bu masalalarni endi qonun doirasida o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Guvohi bo'lganingizdek, dastlabki murojaatchilarning fikri bilan boshqalarning fikri ham bir-biriga zid kelmoqda. Nima bo'lganda ham biz holatni xolis yoritishga harakat qildik. Xulosani esa tomoshabinning o'ziga havola qilamiz. Nodirbek Shamsiddin, Rahmatullo Qudratov, Yoshlar.